Gitler va Stalin, ya'ni Germaniya va SSR bir-biri bilan urushga kirgan paytida ularda nechtadan askarlar bo'lgan va nechtadan tanklar bo'lgan deb o'ylaysiz? Gitlerning Germaniyasida SSR chegaralarida 4.329.500 ta soldat va ofitserlardan iborat 166 ta diviziyasi bo'lgan. 2601 ta artilleristik uskunalari, 4364 ta tank va zirhli transport vositalari va 4795 ta samolyotlari bo'lgan. Qizil armiyada esa 3.262.851 ta soldat va ofitserlardan iborat 190 ta diviziya bo'lgan. 59.787 ta artilleristik uskunalar, 15.687 ta tank va zirhli transport vositalari va 10.743 ta samolyotlari bor edi. Ko'rib turganimizda Gitler, ya'ni Germaniya faqat odam soniga ko'p bo'lgan, lekin Qizil armiya, ya'ni SSRda tanklar, samolyotlar anchayin ko'p bo'lgan. Jumladan aytishimiz kerakki, ko'pgina gaplar yuradi. Germaniya, ya'ni Gitler to'satdan hujumga o'tgan, bunga ruslar, ya'ni SSR tayyor bo'lmagan deb aytadi. Bularni hammasi planlashtirib qo'yilgan edi. Faqat kim birinchi urushni boshlaydi? Ya'ni Gitler Stalinga hujum qiladimi yo Stalin Gitlerga hujum qiladimi? Mana bu narsa savol ustida qolgan. Lekin misol ruslar bizning xonlarimiz yo amirlarimiz emas-ku, ahmoqqa o'ylab fikrlashsa. Ular hammasini bilgan. Bu 3-4 yil oldin ular hammasini sezishgan va armiyani kuchaytirib kelaverishgan. Gitlerning tanklari, samolyotlarining kamayganligi sababli u ko'p joylarga katta kuchli davlatlarga qarshi, ya'ni Fransiya va butun Yevropaga qarshi urushib kelganida anchayin kuchsizlanib qolgan va shu sababli SSRga yutqazgan.